Biz erkinlikni qandaq tushunamiz? Abdori Asiya Uyg'ur. İslam dini va erkinlik haqidagi bir programmada ma'lum bir ustozning so'zi. G'arb dunyosida siyosiy erkinlik ko'proq tashviq qilinyotdi. Axloqsizliklarga aloqador erkinlik qo'shimcha tashabbus qilinyotdi. Bu ularning islom dinini buzish uchun o'ttirg'i chiqargan bir vositasi. Mening qarashim, islom dinida insonlarga e'tiqod erkinligi, siyosiy erkinlik va fikr erkinligi berilganligini siz dal yuqorqi so'zlarni qilishdan avval o'ttirg'i qo'ygan edingiz. Ya'ni bu erkinliklarning musulmonlarga emas, insonlarga, ya'ni Allohning barliq bandalariga berilganligini to'liqlama qilgan edingiz. Lekin keyindilla bu erkinlikni islomga buzg'unchilik qilish uchun g'arbliklar o'ttirg'i chiqargan vosita deb sharhladingiz. Bu yerda biz Allohning Qur'oniga, ya'ni har bir insonning e'tiqod erkinligi borlig'idek haqiqatga ishonishimiz kerakmi yoki g'arb o'chmanligi nazariyasigami? Amaliyotda g'arbliklarning yalang'och yurishi, biz qabul qila olmaydigan yashash odatlarining bo'lishi normal hodisa bo'lib, biz uni islom diniga e'tiqod qilg'uchining o'lchimida o'lchasak, albatta to'g'ri bo'lmaydi. Chunki biz islomga e'tiqod qilgandek, boshqalarmi o'zlari xohlagan dinga e'tiqod qiladi. Muhammad alayhissalomning vazifasi insonni ozod qilish edi. Ular elchiga, ummiy payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergashdi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, Injillarda uning suftining yezilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi, yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qiladi, nopok narsalarni harom qiladi. Ularning ig'ir yukini yengillatdi. Ularni silingan taqoq, ko'yzi kishanlardan bo'shtadi. Ya'ni ularga yuklangan ig'ir vazifalarni elib tashlaydi. Uningga iymon etganlar, uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashguchilar baxtga erishguchilardir. Ayfrof surasi 157-oyat. Muhammad alayhissalomning shariatining barliq ko'rsatmalari insonni ozod qilishdir. Abdurahmon Jamol Kashg'ari. Demak, erkinlik har bir insonga berilgan huquqdir. Payg'ambarimizmi dal insonni qulluqdan ozod qilish uchun kurash qilgan. Uning qilgani faqat musulmonlarni ozod qilish emas, balki insonlarni erkinlikka erishtirish bo'lgan. Musulmon bo'lmagan kishilarmi dal shu erkinliklari sabablik o'zi xohlagan shaklda yashaydi va ularning kiyinish, yashash, fikr qilish usullari islom dinining qoida usullarining cheklamasiga uchramaydi. Xuddi bizmi katalog, Xristian va Budda dinlarining qoida o'lchamlariga bo'ysunmaganligimizdek. Shunga musulmon bo'lmaganlarni musulmonlik o'lchamida o'lchash, Xitoyni cho'chqa go'shti yedi deb ayblagandakli bir ish. Xitoyning cho'chqa go'shti yeyishi faqat u musulmon bo'lmaganligi va uning dinida bu ishlar cheklanmaydiganligi uchun. Biz musulmonlik o'lchamiga uyg'un yashay olishimiz uchun
Öz nəfsimizni İslam dinimizdə çəklənən işlərdən çəkləyə alsak, özümüzə İslamның qayda prinsipi boyunca yaşashni təşəbbüs qıla alsak, başqalarning əxlaqsızlığı, biz to'g'ri ko'rmagan odatlarning bizga ta'siri bo'lishi mumkinmi? Agar ta'siriga uchirdi deyilsa, bu dal Allohning insonga bergan erkinligi, ya'ni kishilar islom diniga yot qilmishlarga agishib, islom dinidan chiqib ketgandimi? U faqat Allohdan boshqalar oldida hech qanday javobgarlikqa tortilmasligi kerak. İslam madaniyati va islom ideyasining orqaga chekinishining sababi erkinlik doirasining siqilganligi va dinning maqsadlarining hamma sohalarda aktiv holda rioya qilinmaganligi sababdir. Demak, musulmonlardagi madaniyat uyg'onishi erkinlikka bog'liq. Abdurahmon Jamol Kashg'ari. Darvaqa, islom madaniyati va islom ideyasining orqaga chekinish sababi erkinlik doirasining siqilganligi va dinning maqsadlarining hamma sohalarda to'g'ri qabul qilinmaganligidandir. İslamdaki erkinlik qarşının zamonaviy jamiyatdagi erkinlik qarshi bilan hech qandaq ixtiloflik yeri yo'q. Chunki erkinlik ma'lum din orqali kontrol qilinmaydi, balki erkinlik insonning zamonga inson qilib yoritilishidan berilgan tabiiy huquqidir. Ammo aql, ya'ni insonni hayvonlardan farqlantirib turadigan aqliy tafakkur, uning Alloh bergan erkinligi bilan Allohga bo'ysunish yoki qarshi chiqishini tanlashi uchun berilgan ne'matdir. Shu sabab inson Alloh tarafidan hayotlikqa erishtirilganligi uchun yashashga huquqlidir. E'tiqod erkinligi, fikr erkinligi, siyosiy erkinligi berilganligi uchun so'zlashga, qaysi dinga e'tiqod qilishga yoki e'tiqod qilmaslikqa huquqlidir. Aql berilganligi uchun bu aql bilan to'g'ri va xatoni tanlashga huquqlidir. Dal bu erkinliklar to'g'ri tushuntirilmaganligi, tushunilmaganligi, fikr erkinligi bo'g'ilganligi, tafakkur qilish cheklanganligi, Allohga ibodat qilishdan, Allohning farmoniga xilof yo'sinda insonga cho'qinish, insonga agishishga yetaklanganlik sabab tangsizlik, xorliq va orqada qilish yuz bergan. Qur'on har bir insonga tushirilgan muqaddas kitob bo'lib, u kitobni har bir inson Alloh ato qilgan aqli bilan o'qishi, tushunishi va o'z erkinligi bilan iymon etishi kerak. Bilmaslik ayb emas, ammo o'rganmaslik cho'ng ayb va gunohdir. Tugidi. 2019 yil 6 sentabr